O'tganda bir odam aytdi, Dubayga borsang faqat biznes tijorat. Mana ertaga bayram qiladi ular. Dunyodagi eng ko'p salat o'sha yerda otiladi. O'zlari arab. Arabdan din olmaymiz biz. Ibrat olmaymiz. Qur'ondan, sunnatdan olamiz. U arab buzuq bo'lsa bizning nima ishimiz bor? Arab jannatga kirib ketsa bizga foydasi yo'q. Do'zaxga tushsa bizga zarar yo'q. Dubayda 2 milliard dollarlik salat otiladi. 2 milliard dollar. Har yil otiladi. Dunyoning hamma nuqtasidan kelib o'sha yerda to'xtab qoladi. Salat ko'rgani 45 minut otadi. Yangi yilda. Shuning uchun arabdanmidi, ajamdanmidi din o'rganilmaydi. Din ilmli insondan o'rganiladi. U yahudiy dinga kirib qolgan Abdullah ibn Sallam bo'lsa ham, Farsiy dinga kirgan Salman Farsiy bo'lsa ham, Suhayl Rumiy bo'lsa ham, Bilal al-Habashiy bo'lsa ham millatin farqi yo'q. Shuning uchun qabristonlarda shunaqa rivojlangan o'lkalarda yoki boshqa joylarda qabristonda ataylab chekalarga qilib yuboradi. Nimaga desa, odamlar shu yo'llarda yurganda qabristonni ko'rib qolmasin, qabristonga ko'zi tushib, oxirat esiga tushib ketmasin degan maqsadda qabristonda odamlar ko'zidan uzoq qilar ekan. Yoki devorlar bilan to'sib qo'yadi. Unday emas. Qabriston mana o'sha yo'ldan chiqasiz, Bishkekka qarab yurasiz. O'ng tarafda ham qabriston, chap tarafda ham qabriston, duo qilib ketaverasiz. Keyin haligi masala bor. Nima deydi? Qabristonni yetganingda deydi, shu telefon balota, yana telefonni ko'rib qolganman men ham. Har bir qabristonda to'xtab 11 marta Qul huvallohu ahadni o'qib, keyin yana bir nimalar qilib shu yerda yo'q, unday narsa yo'q. Ana keyin bilasizlar o'zingizlar hozir mana bizni nimazda yaxshi qarorlar bo'lyapti. Podshoyimiz o'zi chiqib aytdiki, otam o'tgan, yana kimlarim o'tgan, bolasi o'tib ketdi, podsho bo'ladigan paytdan oldinroq. Men qabr tosham qilmadim, boshqa ham qilmadim dedi. Hatta zurtumul maqabir degan yeni sharhlayapti, hurmatli jamoat. Takasur surasida